10. Bab. Şu işlardan keyin Hazreti İsa şagirdlardan yana 72 ni tanlab, o'zi bormoqchi bo'lgan shahar yezlarga ikki-ikkidan avatdi. Ular yo'lga chiqishdan burun Hazreti İsa mundaq dedi: Qutqizilishga intildiganlar mo'l hosuldek ko'p. Biroq hosulni elish uchun ishlaydiganlar oz ekan. Hosulning egisi bo'lgan Xudodan ko'proq ishchi avatib, hosulni yig'ib olishni tilanglar. Endi yo'lga chiqinglar. Men sizlarni qo'zlarni bo'rlarning orasiga avatgandek avatman. Hem yon, xo'jun va oyoqmu omonglar. Yo'lda kishilar bilan ko'rishganda paranglashishqimi to'xtamanglar. Qaysi uyga kirsanglar, oldi bilan oilanglarga Xudodan omonlik tilayman denglar. U uyda Xudodan keldigan omonlikni so'yguchi bo'lsa, tilagan omonliginglar uningga mansub bo'ladi. Agar bo'lmasa, tilagan omonliginglar o'zinglarga yonidi. U uydan bu uyga yo'tkilib yurmanglar. Balki tushgan uyda turinglar va uydagilarning baginini yanglar. Chunki xizmatkor kimga xizmat qilsa, shuningdan ish haqqi elishga haqliq. Biror shaharga borganinglarda birisi sizlarni qarshi elib, oldinglarga nima qo'ysa, shuni yanglar. U shahardagi kasallarni saqaytinglar va u yerdagi kishilarga Xudoning podshohligi sizlarga namoyon bo'lish oldida turdi denglar. Biroq biror shaharga borganinglarda u yerdagi kishilar sizlarni qarshi olmasa, ko'pchilik oldida Xudodan keldigan jazoga o'zinglarning javobgar bo'lganinglarni bildirish uchun biz shahringlarning oyog'imizga qo'ngan to'pisini qiqib tushirayotimiz deb ogohlantiringlar va ularga bilishinglar kerakki, Xudoning podshohligi sizlarga rostila namoyon bo'lgan edi denglar. Bilib qo'yinglarki, u shahardagilarning qiyomat kuni tatadigan jazosi Sodom shahridagi razil kishilarning tatadigan jazosidanmi og'ir bo'ladi. Holinglarga voy, ey qo'razinliklar! Holinglarga voy, ey baysadonliklar! Sizlar uchun yaratgan mo'jizalarimni Tir va Sidon degan yatloq shaharlarida yaratgan bo'lsam, u yerlardagi xalq burulla mayuslangan holda matog'i yugunib, kulgi milinib, gunohlarga tavba qilgan bo'ladi. Qiyomat kuni Xudoning sizlarga beradigan jazosi Tir va Sidondagilarnikidanmi og'ir bo'ladi. Ey Kapernaumliklar, osmonga chiqmoqchimidinglar? Aksicha do'zaxqa tashlansizlar. Hazreti İsa shogirdlarga yana: Kimdi-kim sizlarning so'zinglarga kirsa, mening so'zimga kirgan bo'ladi. Kimdi-kim sizlarni rad qilsa, menimi rad qilgan bo'ladi. Meni rad qilganlar meni avatguchunimi rad qilgan bo'ladi, dedi. Heliqi 72 shogird xushal xo'ram holda qaytib kelib, "Ey Rabbimiz, biz sizning nomingizdan buyruq qilgan edik. Hatto jinlarmi bizga bo'ysunib chiqib ketishdi", deb ma'lum qildi. Hazreti İsa ularga: "Shundoq, shaytonning osmondan chaqmoqdek tez tushganligini ko'rdim. Quloq selinglar. Men sizlarga yilon chayondek shaytonni oyoq ostinglarda yonchib tashlay oladigan, uning barliq kuch-qudratini besib tushadigan huquq berdim. Sizlarga hech qanday narsa ziyon yetkazolmaydi. Lekin sizlar jinlarning bo'ysunganligi bilanla xushal bo'lib ketmanglar. Balki Xudoning nominglarni arshdagi hayotlik daftariga putishi bilan xushal bo'linglar", dedi. Bu chaqda Hazreti İsa muqaddas ruhning ta'siri bilan xursandlik cho'mgan holda mundaq dedi:
Bütün alemning egisi bo'lgan hey ota, sen bu haqiqatlarni o'zini aqlliq, bilimlik chog'laydigan kishilardan yoshirib, kichik bolalardek sabiy kishilarga oshkorlaganliging uchun sana madhiyalar o'qiyman. Shundoq ota, sening o'z xohishing ana shu edi. Hazrati Ayso atrofdagilarga: Atam hammani menga ato qildi. Mening kimligimni atamdan boshqa hech kim bilmaydi. Atamning kimligini men va men o'zim oshkorlashni xohlaydigan kishilardan boshqa hech kim bilmaydi, dedi. Ondan Hazrati Ayso shogirdlariga qarab ostig'ina: ko'rgan ishlarni ko'raliganliginglar uchun naqadar baxtliksizlar. Bilib qo'yinglarki, burunqi nurg'un payg'ambarlar va podsholar sizlar ko'rgan va anglaganlarni ko'rishni va anglashni orzu qilgan bo'lsa-mu, murodiga yetolmadi, dedi. Tavrat ustozlaridan biri Hazrati Aysoni sinamoqchi bo'lib: "Ustoz, men qanday qilsam mangulik hayotga erishalayman?" deb so'radi. Tavrat qonunida nima deyilgan? Buni o'zingiz qanday tushundirsiz? deb so'radi Hazrati Ayso. Yilqi kishi mundaq javob berdi: Parvardigoring bo'lgan Xudoni butun qalbing, butun jining, butun kuching va butun zehning bilan so'ygin. Buningdan qolsa, qo'shningni o'zingni so'ygandek so'y. To'g'ri javob berdingiz. Mana shunday qilsangiz, mangu yashaysiz, dedi Hazrati Ayso uningga. U kishi o'zining savol so'rashining yo'lliq ekanligini bildirish uchun Hazrati Aysodan tushuntirish talab qilib: "Mening so'yishga tegishlik qo'shnilarim kimlar?" deb so'radi. Hazrati Ayso mundaq dedi: Bir odam Yerusalimdan Eriq shahriga kelib yetib, yo'lda qaroqchiga uchrab qopti. Qaroqchilar uning kiyim-kechaklarini soldirib elib, uni urib, chol o'lik qilib tashlab ketibdi. Uzun o'tmay bir Yahudi ruhoniy shu yo'ldan kelib yetib, heliqi odamni ko'rib, pisand qilmay, yo'lning u cheti bilan minib o'tib ketibdi. Shuningdek, markaziy ibodatxonada ishlaydigan Lavi qabilasidan bo'lgan bir xizmatchimi bu yerga kelganda u bechora odamni ko'rib, kori bo'lmay, yo'lning u cheti bilan minib o'tib ketibdi. Lekin Yahudilar yomon ko'radigan Samoriyadan kelgan bir kofir bu yerdan o'tib ketib yetib, uni ko'ribla ish og'ritibdi va oldiga berib, yog' va sharob bilan jarohatini yuyib, tengib qo'yibdi. Ondan uni o'z eshigiga mindirib, bir saroyga elib berib, u yerda holidan xabar olibdi. Atsi saroyvanga 2 kumush tangi berib, uningga qarab qo'ying, otiq chiqimi bor bo'lsa, qaytishimni to'layman, debdi. Hazrati Ayso yiliq ustozdan: "Sizcha bu 3 odam ichida qaysisi qaroqchilarga yo'liqqan yilqi kishiga qo'shindorchilikni yetkazgan?" deb so'radi. Uningga mehribonlik qilgan yilqi kishi deb javob berdi u. Undaq bo'lsa, sizmi berib, boshqalarga shundoq qiling, dedi Hazrati Ayso uningga. Hazrati Ayso shogirdlari bilan birga safarini davomlashtirib, bir yeziga keldi. U yerda Marta ismli bir ayol uni uyiga taklif qildi. Martaning Maryam ismli bir singlisi bor edi. U Hazrati Aysoning oyog'i tarafga o'ltirib, ta'limini anglavatdi. Uydagi ishlarning ko'pligidan paypitak bo'lib yurgan Marta Hazrati Aysoning oldiga kelib: "Hey Rabbim, singlim Maryam shuncha ko'p ishlarni menga tashlavatdi. Uni menga yordamlashtirgaysiz", dedi. Biroq Hazrati Ayso uningga mundaq javob berdi: "Hey Marta, sen ziyoda ishlarga bosh qotirib, ovora bo'lib yuriyotsan. Biroq birla muhim ish bor. Maryam shu yaxshi ishni tanlab oldi. Buni
hech kim uningdan tortib ololmaydi.